Men Germaniyani SES tashkilotidan tashrif buyurganman. Bu Germaniyadagi o'sha ekspertlarni uyushmasi hisoblanadi. Bu orqali O'zbekistonni topib, bu yerga keldim ekspert sifatida va O'zbekistondagi juda ham ko'p do'stlar orttirdim va undan tashqari juda ham mehmondo'st, juda ham yaxshi insonlar bilan ko'rishdim. Bu yerda men ekspert sifatida o'z tajribamni ulash maqsadida keldim. Germaniyada bir qancha sohalarda ishlaganman. Ulardan energiya ishlab chiqarish bo'yicha, suvlarni tozalash bo'yicha va meni maqsadim shu Germaniyadagi olgan tajribalarimni bu yerga kelib o'rtoqlashishdan iborat. Senior Expert Servis jamg'armasidan tashrif buyurganman. Demak, men bu universitetda avtomobilsozlik va ishlab chiqarish kafedrasi bilan birgalikda ish olib boryapman. Bu yo'nalishda, demak, ishlab chiqarish muhandisligi bakalavriat yo'nalishi ochilishi munosabati bilan men o'zimning tajribalarim bilan bular bilan bo'lishdim. O'quv rejadagi fanlari bo'yicha muloqot olib bordik va shu fanlarni ishlab chiqish sillabuslariga, demak, o'zimning fikrlarimni berdim va ketma-ket bir nechta master klasslar o'tdim. Shu O'zbekistonga kelib, o'zimning tajribalarim bilan hamkasblarim bilan bo'lishayotgandan juda mamnunman. Mening ismim Titraya va bir necha marta O'zbekistonga tashrif buyurishim. Men Germaniyadan aqliy injener mutaxassis sifatida O'zbekistonga tashrif buyurdim. Germaniyaning Frankfurt shahrida 25 yildan ortiq turli xil korxonalarda ish yuritdim va bu korxonalarning asosiy maqsadi energiya ta'minoti. Men bu yerda bo'lishimning asosiy maqsadi bu yerdagi talabalarga tajribalarimni ulashish.